Do'stlikdan boshlangan muhabbat 9-qism. Men hayotning nurg'un qismatlariga to'liq hayronman. Kishilik turmushning egiz-past yo'llarida inson nima kunlarni ko'maydi deysiz. Biroq biz texi uyimizdan chiqmay turibla, qanot quyruqlarimiz yetilmay turibla nurg'un ishlarni boshdan o'tkazdik. Lekin mayli muhabbat, mayli do'stlik bo'lsin, hammasi faqat bir shartni talab qiladi. O bo'lsa-mu samimiyat bilan ishonch edi. Har qanday munosabatda ishonch o'lgan hamon uning davomi bo'lmaydi. Ham faqat azobli davom etadi. Men Zahidaning telefoniga darhol telefon qildim. U telefonini necha qatim besib o'tdi. Endi men Kamilga telefon urdim. Biroq u faqatla olmadi. Mening gumonim texmi kuchayishga boshladi. Nimishqa olmaydi. Zahida nimishqa telefonni besib etdi. Bu zada nimish? Bir yoqlardan Kamilning qarshi ko'rindi. Men darhol Kamil tarafga qarab yugurdim. Hozirgi butun ochiqimda o'zimni bosolmay uni kelishtirib bir soldim. U xuddi tuyuqsiz yuz bergan bu ishdan nima qilarini bilmagandek og'zidan chiqqan qonni surtib turib menga qarab. Tehron, sarang bo'ldingmi? Do'stligimizning yuzunda bu bir mushni men o'tib ketay. Haddini bilib yur. Sen men bilan do'stmading, sening do'st bo'lsa salohiyatdan to'shmaydi. Voy çocuk xorazlar, daim so'qishib yurgan. Xalqqa o'yin qo'ymay bo'ldi qilinglar, ey. Sen Salman degan nonqipi, Rahila bilan zada nim o'yin o'ynayapsan. O mening loyiqim. Qanday o'yin o'ynag'imiz kelsa, o'ynaveramiz. Sen o'yin beramsan ya. Men gap qilay deb bo'g'acha, menga Leylidan telefon keldi. Uning Kamilga emas, menga telefon urgandan ajablanib darhol oldi. Tehron, yana sekinroq bo'lish bilan karim yo'q. Biroq ishimiz ayrim ko'rishaylik. Hech kimga dema. Bu sizni do'stim hisoblamayman. Sizga deydigan ayrim gapim bor. U shundoq deb telefonni qo'yib o'tdi. Men asli Zahidani izlashim. Ailesiga munosabatli bu ishlarni uningga yetkazishim kerak edi. Biroq nemishqikin ko'nglimning bir yerda avval Leyli bilan ko'rishish deydigan bir xil qarash meni Leyli tarafga boshlab ketyotdi. Men xiyollarimga ergashib Leyli tarafga qarab mangdim. Kamilgami, Salmog'imi chandırmay ketyotdi. Ammo Leylining demoqchi bo'lgan gaplarini xiyolimda har xil qiyos qilmoqda edim. Men Leyli deb bergan adres bo'yicha ketayotganimda yanında bir do'konda Rahilani g'alpal ko'rgandek qildim. Men ko'nglimda uning yeniga berib, Rahilani bundan keyin odamdek yashashi, Zahidaning oilasiga avorchilik topmaslik to'g'risida nasihat qilib qo'yib maqmoqchi bo'ldimda, darhol shu tarafga qarab yugurdim. Biroq men kelay deganda Rahila boshqa bir mashinani to'sib ketib qoldi. Shu topda men buti ko'rgan to'g'rining o'zi bo'lgan edim. Qaysini qilish kerakligini, qaysining muhim ekanligini, qayoqqa menish kerakligini bilmagan edim. Kallamda shunchalik bir g'angirash bor edi. Men Leylining yeniga berib gapini anglab, ondan Zahidaning yeniga kelib bu ishlarni bilmoqchi bo'ldimda, Leyli deb bergan adresga qarab maqdim. Bu bir kichikli muzikalik tomoqxona bo'lib, ayrim hollarning muhiti to'limi yaxshi. Montishga eng epik tomoqxona edi. Men Leyli deb bergan adresga kiray deb turishimga ichidan Leylining g'azablangan vaqirgan ovozi anglandi. O iflos! Sen sarang bo'psan. Leyli, bilib qo'y. Sen menga faqat karvon ustidagi muhabbatli bo'la olaysan. Kamil Zahidani tepib oldi. Tehron o'lsangmi seni yaxshi ko'rmaydi. Ey, jannatda. Sho'lashqa mening gapimga ko'nsang, ziyon topmaysan, ha? Men bu ovozni anglab, darhol ichiga kirdim. Hem Salman bilan Leylini ko'rdimda, Salmanning hayvondek qilqiga chidab turolmay uni bir muz soldim. Leylini yo'lab degandek ep chiqib ketdim.
Men Leylini yatqining oldiga ekilib qo'yib, Zohidaga telefon uray deb tursam, Zohida tuyuqsizla oldimda paydo bo'ldi. Tehron, o hayvon! Men seni bundaq qiladi deb faqat o'ylab baxmabdi ekanman. Shundoq deb meni bir testek soldi. Men nima ishlarning bo'lganligini, bu bir testekni zodi nima uchun yenini bilmay qanqirab so'radim. Zohida, sarang bo'ldingmi? Bu sening nima qilganing? Nima qilganing? Nomus qilmay buni mendan so'rab otamsan? Mendan bundan keyin yiroq tur, bildingmi? Salman seni shafaq degan edi zodi. Shundoq paranglar bilan tursak, Kamil keldida menga bir mush otdi. Ishkanglar o'yin qo'yishga ustikansizlar, bir-biringlarga ko'nglinglar bo'lsa, bundoq o'yin qo'ymay ochiq demamsizlar. Men shundoq deb turishimga Leyli chiqib keldida Kamilni bir testek soldi. Men rostila nima ishlarning bo'lib ketganligini bilmay qoldim. Dal shu vaqtda Zohida: "Ha, Leylaxon, yavaşning mingizi ichida adab qilib yurgan ishlarni qarasizlar. Bo'ldi, mening bugundan boshlab sizlardek xiyonatkor do'stlarim yo'q." Xiyonatkor do'stlarim yo'q? Sen bu gapni qaysi dop yuzing bilan davatsan, Zohida? Leyli, sen suvanoli yo'q. Endi mendan yiroq tur, bildingmi? Men ko'z oldimda yuz berayotgan bu ko'rinishlarni ko'rib, nima ishlarning yuz berganligini bilmay qoldim. Men rostila gangirib qolgan edim. Oxiri o'zim eg'iz ochdim. Hey, to'xtanglar. Bu zada nima ish? Qaysinglar menga tushuntirib qo'ysizlar, ha? Nima ish? Mana buningga o'zing yaxshi qara. Nima ishtiqi? Andan esingga keladi. Men telefonni ilib qaradim. Leylimi o'xshashli Kamilga telefonni otdi. Kamil ikkimiz telefonga tangla qaradik.